Yerda o'rmalovchi biror narsa jonzot yo'qki, uning rizqi ta'minoti Allohning zimmasida bo'lmasa, u uning qarorgohini ham, oromgohini ham bilar. Hammasi aniq kitob Lahul Mahfuzda yozilgandir. Alloh sizlarning chiroyliroq, yaxshiroq ish qilishingizni sinash uchun osmonlar va yerni 6 kunda yaratgan zotdir. U paytda arshi suvi ustida edi. Agarda siz albatta sizlar o'lgandan keyin tirilursiz desangiz kufrga ketganlar, bu sehrdan o'zga narsa emas deyishlari aniq. Bordi-yu ulardan azobni ma'lum muddatgacha kechiktirsak, ular uni azobni nima ushlab turibdi deydilar. Ogoh bo'lsinlarki, azob keladigan kunida uni ulardan qaytarib bo'lmas va masxara qilib yurgan narsalari azob ularni qamrab olur. Agarda biz insonga o'z marhamatimizni torttirib, so'ngra yana uni tortib olsak, qarabsizki, u noumid va noshukur bo'lib qolur. Agarda unga biror zarar kelib ketgandan keyin ne'matlarni torttirib qo'ysak, yomonliklar mendan o'zicha ketdi deydi. Albatta, zero u mag'rur va faxrlanuvchidir. Illo sabrli bo'lgan va ezgu ishlarni qilganlarga aynan o'shalarga mag'firat va katta mukofot bordir. Balkim siz unga biror xazina tushsa edi yoki u bilan birga guvoh sifatida biror farishta kelsa edi deganlari uchun sizga vahiy qilinayotgan oyatlarning ba'zilarini tark etmoqchidirsiz va shu sababli yuragingiz siqilayotgandir. Siz axir faqat ogohlantiruvchisiz, Alloh esa har narsaga vakil guvohdir. Yoki uni vahiyni Muhammad to'qib chiqaryapti deydilarmi? Ayting, agar gaplaringiz rost bo'lsa, shunga o'xshash 10 ta to'qilgan sura keltirib, Allohdan o'zga imkoningiz yetgan kishini yordamga yoki guvohlikka chaqiringiz. Bas agar ular sizlarga javob qilmasalar, bilingizki, albatta nozil qilingan narsa Qur'on Allohning ilmi bilan vahiy qilingan ekan va undan o'zga iloh yo'q ekan. Bas endi sizlar musulmonmisiz? Kimki dunyo hayoti va uning ziynatini istasa, bu kabilarga amallari savobini shu dunyoda mukammal beramiz va ular unda dunyoda ziyon qilmaydilar. Ana o'shalarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Qilgan savobli ishlari habata barbod va qilib yurgan amallari botil zoyi bo'lur.